Alo. Alo, qayerdasiz, dadasi? Ko'chadaman, ish bilan yuribman. Yuravering ko'chada. Uyingizdan e'lon chiqqan-ku. Uyda xotinim bor ham demaysiz. Uyda xotinim bor. Uyda xotinim bor. Mana, men uyda xotinim bor. Men uyda erim bor. Tavba. Dadasi, bozorga kelib hech narsa olmay ketish bilan mazza ekan. Nimaga? Nimaga bo'lardi? Siz ham erga o'xshab, xotin, men bu kiyimni, men buni kiyib ko'r deb tanlab kiyim olib bersangiz bo'lmaydimi? Xo'p. Xotin, men buni kiyib ko'rgin, senga rosa yarashadi. Men buni rangi ham zo'r ekan. Hozir senga zo'rini tanlab beraman, kelgin. Dadasi, nima qilyapsiz? Jinni bo'lib qoldingizmi? Erkak kishi xotinlarni latta-bittasiga aralashmaydi. Sharmanda qilmang. Yuring. Tavba. Bo'ldi, shoshmang, dadasi. Ha? Xuddi bir narsadan quruq qolganda shipillab ketishingizni qarang. Yoki men bilan yurganni uyalyapsizmi? Yoki birorta ko'rib qolishdan qo'rqyapsizmi? Xo'p. Toshboqa ham sizdan tezroq yursa kerak. Oldimga tushib shipillab yuring, dadasi. Xotin, bozor qilishdan oldin ovqatlanib olaylik, qornim chiqib ketdi. Hozirgina keldik-ku, dadasi. Nima qilasiz, ortiqcha rasxod qilib, uyda bir qozon non palov turibdi. Borib o'shaniymiz, dadasi. Yuring. Charchab ketdim. Qornim ham ochiqadi, ketdingmi uyga? Ertalabdan beri aylanaverib, ochimdan o'lay dedim. Bitta pirojka ham olib bermadingiz. Mayli endi, non palov yeymiz. Alma alıp verimme, anar terip verimme. Takka çıkıp sen üçün güller terip kelinme. Dadasi, romantika nimaligini bilasizmi? Romantika? Ha, anu haliginaqa bo'ladi-yu, anu. Men bilaman. Bizning uyda yo'q narsa. Bo'lmasa ham kerak. Xo'p. Dadasi, yomon xabarim bor. Ha, tinchlikmi? Semiribman. Yarim kiloga. Ha, nima ekandim men? Hech nima qilmaydi. Bugun yarim kilo, ertaga 10 kilo, keyin 20 kilo. Qarabsizki, ko'chada yursak, ona bolaga o'xshab yuramiz. Bizga borishim kerak, dadasi. Xo'p. Xotin, nima qilyapsan? Men qara. Men bu pulni olganda fitnessga borasanmi, yogaga borasanmi, ish qilib ozgin, xo'p mana. Hali sizga ozg'in xotin kerak bo'lib qoldimi? O'sha ozg'in qizlaringiz-chi, menga o'xshab ikkita tug'sin, shalpayib qoladi. Meni figuram joyida. Dadasi, erkak kishini qo'li shirin bo'ladimi? Ha, shunaqa bo'ladi. Biz buni hech qachon his qilmasak kerak. Dugonalarimiz erlarichi o'z qo'llari bilan bayramlarda shirin ovqatlar qilib berishadi. Siz oshxona qayerdaligini ham bilmasangiz kerak, dadasi. Xo'p. Dadasi, nima qilyapsiz? Ovqat? Namuncha ko'p yog' soldingiz? Yog' zavotingiz bormi? Voy. Kartoshkani namuncha qalin arishdingiz, xuddi 1 gektar kartoshka ekib qo'ygandek. Chot bering. Oshxonaga umuman yaqinlashmang, dadasi. O'zim qilaman ovqat. Dadasi, oyimnikiga bormaganimga ham ancha 3 kun bo'pti. O'zingizdan bilib, oyinikiga bor, ko'rib kel, sog'ingandirsan demaysiz. Xo'p. Xotin, nima qilyapsan? Buni qo'y. Oyinkiga bor. Ye, tinchlikmi? Haydayapsizmi meni? Yo'q, ko'rib kelasan. Ko'rib kelganimga endi 3 kun bo'ldi-ku. Ya meni ketqizib uyga kimnidir olib kelmoqchimisiz, ha? Ketmayman. Nima qilish kerak?